Muxtar Trend kanali taqdim etadi. Assalomu alaykum, kuysevar dillar. San'atga oshufta nurli ko'ngillar. Bugun orzu bilan tuyg'u birlashar. Ohang sehri bilan munavvar yo'llar. Assalomu alaykum. Telegram hamda YouTube'da o'z faoliyatini olib borayotgan Muxtar Trend kanalining doimiy obunachilari. Hech qachon boshingiz ham ko'zingiz nam bo'lmasligini tilab, audio intervyu dasturimizning navbatdagi soni bilan Kamina Dildora Oqbo'tayevaman. Bugungi suhbatdoshimiz sohir ovoz sohibasi yosh xonanda Zuhra Shavkatjonova bo'ladilar. Assalomu alaykum Zuhra, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'ling. Sizni tinglab turganimizdan xursandmiz. Rahmat, kattakon. O'ylaymanki, sizning betakror ijrolaringiz, dasturimizdagi ishtirokingiz san'at shaydolariga manzur bo'ladi. Dasturimiz reglamentiga ko'ra, siz o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, Zuhraxon qachon tug'ilgan, qayerlarda tahsil olgan, marhamat? Men 2008-yil 22-noyabrda Toshkent shahrida tavallud topganman. Yoshligimdan shu Toshkent shahrida joylashgan 77-sonli Nurli maskan maktab internatining avval bog'chasida, so'ng hozirda maktabida tahsil olib kelyapman. Rahmat. Endigi navbatni ilk ijroga beramiz. Marhamat. Yana keldi yangi kun, do'stlarim birga bugun. Senga hammasi uchun rahmat hayot. Ko'z yoshlari oqib tinar, kuchli bo'lishga undar. Farzandlar o'sib unar, rahmat hayot. Sinaganing uchun, ayaganing uchun, yillar uchun, yo'llar uchun, rahmat hayot. Seni sevaman, seni sevaman hayot. Neki so'radim, bugun egaman hayot. Seni sevaman, seni sevaman hayot. Neki so'radim, bugun egaman hayot. Rahmat. Behad go'zal. Ayniqsa ohanglaringiz, ovozingiz juda ham ta'sir qildi. Nolalari odamni yuragiga ohangday kirib boradigan qo'shiq ekan. Rahmat kattakon. Endi asosiy savollarimizga o'tamiz. Qo'shiqchilikka bo'lgan qiziqishingiz qachon va qanday boshlangan? Qo'shiqchilikka qiziqishim yoshligimdan, bog'cha yoshimdan boshlangan. O'sha paytdan qo'shiq kuylashni boshlaganmiz. Musiqa bo'lardi, o'sha payt o'tilardi bizga. Mazza qilib qo'shiqlar kuylardik. Menga rosa yoqardi. O'sha paytdan boshlangan. Rahmat javob uchun. Galdagi savolim, ilk sahna tajribangizni eslay olasizmi? Ya'ni qachon ilk bora sahnaga chiqqansiz va qanday qo'shiqni ijro etgansiz? Rostini aytsam, ilk sahnaga chiqqanim, qaysi qo'shiq bilan chiqqanimni eslolmas ekanman. Rahmat. Galdagi savolim, siz uchun qo'shiq aytish kasbmi yo qalb ixtiyorimi?
Ikkovi ham qalb ixtiyori ham, kasb ham. Rahmat. Ijodingizda kim yoki nimalar sizni ko'proq ilhomlantiradi? Ijodimda ustozlarimni motivatsiyalari, qo'llab-quvvatlashlari qolaversa, yon atrofimdagi insonlarni ulkan so'zlari, qo'llab-quvvatlashlari, man sani doim yoningdaman degan so'zlari, qo'llab-quvvatlaganlari, xullas hammasi ilhomlantiradi. Rahmat. Galdagi savolim, siz qo'shiq aytmoqchisiz, qo'shiq tanlayapsiz. Mana shu qo'shiq tanlash jarayonida ko'proq nimalarga e'tibor berasiz? Qo'shiqning matnigami yoki ohangigami, kuyigami? Odatda o'zi doim man birinchi o'rinda qo'shiqni matniga, so'zlariga ahamiyat beraman, yod olishdan oldin. Lekin ba'zi shunaqa qo'shiqlar bor, ularni ohangi, kuyi yoqib qolgan, lekin so'zlari u qadar balki menga to'g'ri kelmaydigan so'zlari ham bo'lishi mumkin. Endi yoshimga nisbatan shunaqa bo'lishi mumkin. Ana shunaqa qo'shiqlarni shunchaki o'zim uchun yodlab qo'yaman va doim uni kuylab beraman, chunki ohangi, kuyi yoqqan bo'ladi. Javob uchun rahmat. Keling, bir oz xotiralar olamiga qaytamiz. Hayotingiz davomida biror qo'shiqni kuylab, yig'lab yuborgan kezlaringiz bo'lganmi? Hayotim davomida kuylab yig'lagan qo'shiqlarim menimcha bo'lmagan. Rahmat. Endi yana navbatni betakror ijroga beramiz. Marhamat. Qahramonlikka da'vo qilmagan, bizni suyib, o'zni suymagan. Qahramonlikka da'vo qilmagan, bizni o'ylab, o'zni unutgan. Fido bo'lsin sizga xonamonim, omon bo'ling ota, onajonim. Fido bo'lsin sizga xonamonim, omon bo'ling ota, onajonim. Rahmat. Galdagi savolim, asosan qo'shiqlaringizni qaysi studiyalarda yozdirasiz? Deyarli studiyada yozgan qo'shiqlarimni, deyarli demayman, barchasini, o'zi ko'p emas, hammasini Azizjon Qosimov ustoz ularni studiyalarida yozdiraman. Har borganimda juda katta motivatsiyalar bilan qaytaman. Juda ham sabrli insonlar, boshqacha juda ham hurmat qilaman ularni. Shu asnoda ijodiy hamkorlaringiz haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Ijodiy hamkorlik ustoz borlar, Azizxon Oyto'rayev, ular bilan ikkita duet kuylaganman, qo'shiq. Juda ham yoqqan menga. Ulardan ko'p narsa o'rganganman. Yana o'zimizda maktabda tahsil oladigan Muslima ismli qiz bilan ham duet ijro qilganman. Yana men Instagramda ham o'z ijodimni yoritib boraman. Bunga yordam beradigan ustozim ham borlar. Ularga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Juda ko'p
yordam beradilar. Yana shu o'zimizni maktabda tahsil oladigan, yon atrofimdagi insonlar bilan ham ko'p ijodiy fikrlar almashamiz. Rahmat javob uchun. Galdagi savolim oldingizga qo'ygan eng katta ijodiy orzularingiz, maqsadlaringiz haqida gapirib bersangiz. Oldimga qo'ygan ijodiy eng katta orzular, maqsadlar, nasib qilsa katta loyihalar, proyektlarga qatnashmoqchiman, Xudo xohlasa. Faqat izlanishdamiz, harakat qilyapman, o'zim ustimda doim ishlab. Shu katta proyektlar, konkurslar, tanlovlarga qatnashish niyatim bor. Rahmat. Galdagi savolim, siz kelajakda o'zingizni qanday sahnalarda, ya'ni qaysi sahnada ko'rishni istardingiz? Kelajakda o'zimni dunyo sahnalarida ko'rishni istardim. Voy, yashang. sahnalarda. Yashang, omad yo'ldosh bo'lsin sizga bu borada. Minnatdorman. Galdagi savolim, san'atingizda, ijodingizda kutilmagan duetlar rejalashtirilganmi? Kutilmagan duetlar rejalashtirilgan. Hali hammasi oldinda. Rahmat. Bilamizki, ustoz otangdek ulug'. Bizni kamolot sari yetaklab, yo'lchi yulduz vazifasini bajaradigan ustozlarimizsiz biz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Galdagi savolim shundan iboratki, siz o'zingizning ustozlaringiz haqida gapirib o'tsangiz. Mani birinchi ustozim an'anaviy xonandalik yo'nalishidan tahsil bergan Xurshida ustoz, Turg'un va Xurshida ism familiyalari. Ular judayam ko'p mehnat qilganlar, men uchun judayam ko'p vaqt ajratganlar. Hatto hozirgacha o'z maslahatlarini, o'z vaqtlarini ayamaydilar. Nima bo'lsa shogirdlarimga bo'lsin, hamma yaxshi narsalar shogirdlarimga bo'lsin deydilar. Ko'p yonlarga ba'zi paytlar borolmay qolsam, o'zim xijolat bo'lib ketaman. Borganimda ustozim nega kelmay qo'yding deydilar. O'sha payt yanada boshqacha hislarni tuyaman. Shuning uchun ko'p tez yonlariga chiqib turishga harakat qilaman. Maslahatlarini olaman. Ijrochilik sirlarini ko'proq ulardan o'rganishga harakat qilaman. Hech qachon ustoz raspevka qilaylik, ustoz menga qo'shiq o'rgating, ustoz men bilan shug'ullaning deb borgan paytlarim rad qilmaganlar yoki yo'q, hozir meni vaqtim yo'q degan gaplarni aytmaganlar. Doim aytadilar, sen uchun eshigim ochiq deydilar. Judayam xursand bo'laman. Judayam ularni yaxshi ko'raman. Demak, ustozingizning eng sevimli, eng iqtidorli o'quvchilaridan biri ekansiz. Shuning uchun har doim vaqt ajratadilar. O'zi ustozlar shogirdlariga har doim vaqt ajratadilar. Shogirdlarining yutuqlaridan albatta faxrlanadilar. Sizning yutug'ingiz ustozingizning ham muvaffaqiyatlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun biz ustozlarimizsiz, murabbiylarimizsiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Rahmat javob uchun. Galdagi savolim, bu dasturimizning eng so'nggi savoli. Dastur davomida sizga qanday savol berilishini istagandingiz yo qanaqa savol berilishidan hadiksiragandingiz? Mana shu savol berilmasaydi deb cho'chigan savolingiz bo'ldimi? Hammasi ko'ngildagidek bo'ldi. Judayam chiroyli savollar berildi. Hammasi menga yoqdi. Rahmat. Hamma
hamma narsaning poyoni bo'lgani kabi dasturimiz ham yakunlanib bormoqda. Ayni dam sizdan dasturimizning eng so'nggi qo'shig'ini tinglasak. Xo'p bo'ladi. Oradan vaqt o'tib, sen meni eslarmisan, yuragim yonganin, balki sezgandursan, nahot yolg'onmidi menga aytgan gaplaring, seni o'ylayapman, yana yig'layapman. Oradan yillar o'tib, sen meni eslarmisan, yuragim yonganin, balki sezgandursan, nahot yolg'onmidi menga muhabbating, seni o'ylayapman, yana yig'layapman. Ijodingizga, ovozingizga ko'z tegmasin. Dasturimiz so'ngida sizni sevib tinglayotgan muxlislaringizga, kanal obunachilariga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, yo'llashingiz mumkin. Barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Meni doimiy ijodimni kuzatib, qo'llab-quvvatlab boradigan insonlarning hammalariga rahmat aytaman. Hamisha sog'lik, salomatlik tilayman barchaga. Vaqt toli hakam deganlaridek, bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Zuhraxon, sururli va zavqli suhbatingiz uchun sizga rahmat. Yana bir bor eslatib o'taman, bugungi dasturimizning mehmoni yosh xonanda Zuhraxonim Shavkatjonova bo'ldilar. Dasturni kamina boshlovchingiz, ya'ni men, Dildora Oqbo'tayeva olib bordim. Suhbatimiz samimiy bo'ldi. Kuy va ohang dilga yo'l topdi. Yurak munir lahzaga to'ldi. Kim baxt, umid, kim ko'ngil topdi. Xayr endi, omon bo'ling, yuz yoshda ham kulib yuring. Xayr.